Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq Sharqiy Turkistonlik aziz qarindoshlar. Bugun hammamizga tanishlik bo'lgan Hira maktabining qurg'uvchisi Luqmanjon muallim bilan suhbat ilib bormoqchi. Hira maktabini qurish jarayoningizni bir yaxshiroq bilib o'tgan bo'lsak, bu Hira maktabini ichish jarayonida bir qiyinchiliklar, bir mushaqqatlar, voz kechishlar degandek bir ahvollar bo'ldimi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. 2014-yili men Turkiyaga keldim. Bizning burunqi hayotimiz o'qish bilan o'tgan bo'lsa, Turkiyaga kelgandan keyin men shu Uyg'ur qarindoshlarimizninki nihoyatda bir tahirsiz holatda farzandlarimizga shu ona til o'qitish markazininki to'liq zarur ekanligini his qilgan bo'ldim. Chunki biz yangi kelgan vaqtlarda bo'lsin va yoki hozir bo'lsin, shu yoshlarning o'rtasida to'xtamay turkcha paranglashadigan ishlarning bo'lganligi qatorliq ahvollar meni har qatam anglagan vaqtida ko'nglimni biroz yerim qilatdi. Shu sababdan men jiqqa o'ylandim hamda ikki ishning qaysini qilishimiz kerak. Zodi men davomli yana bilim oshirib o'qishimni davom qilaverishim kerakmi yoki bo'lmasa millatninki xizmati uchun o'zimni hamda bag'ishlashim kerakmi degandek shaklda. Kelgandan keyin men bir yil atrofida turk tili o'rganish bilan degandek o'tdi vaqtim hamda. Hozir qisqa bir og'iz gapni o'tib ketdingiz. Hozir jamiyatimizda yana butunlay turkish gap qildigan cho'nglarimiz, yoshlarimiz bor. Bo'lg'ayliqi masalan nima bo'pti deydi bu qarindoshlarimiz balkim. Siz balki bu ta'lim tarbiya ishlaridan uzun bo'lganligi uchun yaxshi bilasiz. Butunlay turkish gap qilish bizga qanday bir ziyon olib keladi? Ya'ni o'zingizlar turkish o'rgandim deysiz. Turkish gap qilmaydigan bo'lsa nima o'rganasiz degandek. Yo'q, men Turkiyaga kelganda bir og'izmi turkish gap bilmaydim. Buni to'g'ri tushunish kerak bu yerda. Chunki Turkiyada Uyg'urlar orasida til o'rgatish, ya'ni turkcha o'rgatish, chet el tili o'rgatish jihatda biz eng koni bir o'qitish o'rni deyishga bo'ldi. Bunda bo'lgan vaqtida biz Uyg'urlarga eng ko'p turkcha o'rgatgan bir organ deyishga bo'ldi. Bunda deganlik sen turkchani so'zlamaydigan gap emas. Turkcha bizga lozim bo'lgan vaqtida so'zlaymiz. Uningdan boshqa o'zimizning ona tilini so'zlaymiz. Buni ikkisini aralashtirib o'ylashga bo'lmaydi. Shunlashqa men o'quvchilarga deyman. Bizning sizlarga turkcha o'rgatishimiz sizlarning turk bo'lib ketishga bir qadam yaqinlashtirib qolgan bo'lsa, sizlarni biz mush turkcha o'rgatish badaliga sizlarning turk bo'lib ketishga yana bir qadam yaqinlashib qolgan bo'lsanglar, biz sizlarni o'qitganga rozi emasdik. Chunki bu yerdagi masala bu til degan aloqalash quroli. Biz nerede yaşayotimiz? Elbette bu yer yaşayotganki bu devletin tilini berilish, bu aqalli bir savat, bunu bilishimiz kerak. Ama bildik deb o'zimizni unutib ketili degan gap emas bu yerda. O'zimizning tilini loyiqida bilishimiz kerak. Bu bizning ona tilimiz. Yaşayotgan rayonning tilini bilishimiz kerak. Bu bir zaruriyat. Shunlashqa har ikkisininki muhimlik darajasi o'zininki ahvoli qarta o'xshamaydi. Davomli turmushda o'zaro paranglashganda 24 soat masalan turkchilam gap qildigan odamga nisbatan u odam sizni nima qilasiz? Nimishqa rahatsız qildi degan vaqtida, chunki u bir Uyg'ur nimada bo'lmasin. Bu yerdagi masala nima degan chaqda vatan degan hukm zimin va til bilan bo'ladi. Bu narsani cho'qim bilishimiz kerak. Shunlashqa bizningki ziminimiz zolimlar tarafidan talon-taroj qilinyapti. Endi bizda qolgan bir narsa til. Unda bo'lgandan keyin tilimizmi, ya'ni o'zimiz tarafidan yo'qotilsa, bu vaqtida bizda bu vatan degan narsa to'liq yo'qolgan bo'ldi. Shunlashqa biz qaraydigan bo'lsak, nurg'un yerlarda bir davlatni tunishtirdi, birinchi bo'lib uning zimini, nupusi, tili deganni bir davlatning tunishtirish shaklida nima qildi. Bu davlatning eng muhim ishining birisi. Shunda bo'lgandan keyin biz garchi ziminimizdan vaqtli ayrilib qolgan bo'lsakmi, ammo tilimizden ayrılıp qalsak bo'lmaydi. Tilning yo'qolishi qandaqki bir odamning u o'zining ona tilida so'zlayolmaydigan bo'lib qolishi emas. U o'z vujudi bilan, ruhi va qalbi bilan o'zining vatanidan voz kechganlik bo'ldi. Shunlashqa bu tarafni ayrim bir tushunish kerak. Shunga bu yerda har bir odamningki vatan bizning qalbimizda yashagan bo'lsa, vatan sevgisi bizda bo'lgan bo'lsa, millat sevgisi bizda bo'lgan bo'lsa, biz dünyada hiç kandak bir yer yaşamasak mı? Hiç kandak bir Uygur yok bir yer yaşamasak mı? Ama lekin bizning qalbimizda vatan yaşanaydi.
Şuna bu vatan ve til bu birbirisinden ayrılamaydıgan mühim bir işin özü. Şuna bu til meselesi intayin zörür. Vatanini, milletini haqiqiy söyleyen adamninki başka milletning tilida so'zlashdan suyunishi, qo'shilishi, rahat his qilishi mumkin emaslik bir Albatta mumkin emas. Albatta mumkin emas. Bu taraflarni aniq bilishimiz kerak, ammo temadan chetnab ketib qoldik. Yana tema qaytib kelsak, eng muhimi farzandlarimizning shu ona tilda tarbiyalanishi bu bir tahrirsiz ahvoldek bilindi. Ba'zi bir material kitoblarning bo'lmasligi qatorliq ishlar mening qalbimni biroz azobladi. Bu jihatlardan men aslida izlangan bo'ldim. Nihoyat ishkilangan bo'ldik. Shunday qilib asta-asta 2015-yilga kelgan chaqda rasmiy holatda bir o'qitish o'rnini barpo qilish uchun tirishayli deb g'ayrat qilgan bo'ldim. Hamda bu jihatlarda meni qo'llaganlarmi yo'q emas, qo'llamaganlarmi yo'q emas, har tarafdan ishkilantirganlarmi bo'ldi. Hamda bu hamma narsa bizga nisbatan qorong'ulik. Shu tunji qadamni bosgan chaqda hatto ustal partlarni nerdan setib olganligini, qaysi o'rinni ruxsat rasmiyatlari bilan boshlaydiganligini bilmaydi. Ammo nurg'un qadamlarni besishga majbur bo'ldik, nurg'un badallarni to'ldik, jafolarni tortdik. Oxirgi hisobda bir ustal partlarni tizib, bir sinf barpo qilgan bo'ldik. U vaqtida bizningki tunji o'qitishimiz ona tildan bo'lmasdan chet el tildan bo'ldi. Chet el tillari orqali cho'nglarni tarbiyalash, undan keyin qadam bosqichda ona til darslarini ichish degandek shunday bir darsxonani ta'sis qildik. Endi undan bo'lgandan keyin shu vaqtlarning o'zida 2015larda biz bilmamdik yoki ishlar qandaroq biz shu qog'ozga e'lonlarimizni bostirib shu bizning tonish bilish bolalar bo'lsin, shu coach taqatgan ahvollar bo'lgan. Hozir bu har qanday bir e'lon tashviqotni WhatsApp yoki ijtimoiy aloqa vositalarida har qanday birda qila olamiz. Shu vaqtlarda ko'cha ashuni taqib bir Uyg'urni ko'rsak oldiga berib, shunday bir o'qitish o'rni ochildi. Xohlasangiz o'qisangiz bo'ladi degandek ashunday bir tashviqotlar bilan boshlagan buni. Lekin biz boshlab bir oygacha bir modam tizimlatmadi endi. Endi iliqib biz bir xato ishni qilib solgandek, bu chet elda hech kim qilmaydigan bir ishni qilib solgandek yoki bo'lmasa biz ochgan shu darsxona meni kishilar kelinmaydigan bir yer bo'lib qolgandek shunday his qilindi. Shunday qilib biz 12-oyda 11-oyning o'rtada boshlamoqchi bo'lgan darsxona bir oy surilib ketib, oxir 12-oyning 14-kuni tunji bir o'quvchi bilan boshlandi. Ya'ni shu bir odam tizimlatay deb kelganligi sababidan endi biz yana bir odamning kelishini saqlab tursak, endi u odam yo'qolib ketmasin degandek shu bir o'qituvchi, bir o'quvchi bilan Hira degan shu o'rin boshlandi darslarning. Shu tunji soatlik darslarni boshlagandan keyin bir odam 2 oldi, 2 odam 3 oldi deganda qilib uning atrofida bizning tashviqotlarimizdan bakrak o'qitishga tutgan muomalamiz, pozitsiyamiz, samimiyatimiz ondan keyin u kelgan o'quvchilarning do'stini, tunishini, qo'shnisini boshlab kelishga sabab bo'ldi. Ashunday qilib yurib, asta-asta bizning qadamlarimizni bosdik. Mana shu 12-oy kelsa, bizga dal 8 yil bo'ladi. Shunday qilib issiq sovuqlarni boshdan kechirib, nurg'un jafo mushaqqatlar bilan shu yerga ulashdik. Allohning rahmati bilan hozirgacha bo'lganlikda 4500 ga yaqin o'quvchini tarbiyalabdimiz. Endi mayli nimalar bo'lmasin, buvusimi, dadisimi, o'zimi o'qigan shunday 3 avlodlik bir maktabga aylandi. Chunki cho'nglar ma'rifi, bolalarningki ma'rifi boshlang'ich yaslidan boshlab bo'g'achqa, hattoki bir oilada shunday 3 avlod o'qigan ahvolotlarmi bo'lyotdi ham bo'ldi. Bu jarayonda nurg'un jafo mushaqqatlarni tortgan bo'ldik. Qadam bosqichlarimiz nurg'unlari bekor ketgan bo'ldi. Bütün kuchimiz bilan g'ayrat qildik. Amdiki masala bu yerda bu ekronga chiqishdagi maqsad o'zimizni bir danglab bilish yoki bir ko'rsatib bilish emas. Ammo men shu qadamni bosganda 24 yoshga kirgandim. Endi bu mening dal o'qiydigan vaqtlarimda. Endi men bu shuningda o'zimning shu yoshligimdagi eng go'zal vaqtlarimni shamchiroq qilishga men tayyormi yo'qmi degan savollarni davomli o'zimdan so'rdim. Oxirgi hisobda millatimiz, vatanimizga bundan ortiqroq bir ish qilib beralashga ko'zimiz yetmagandan keyin shu ma'rif sistemasini texmo go'zal bir shaklda davomlashtirish uchun qadamlarni bosgan bo'ldik. Endi buningda tortgan jafolarimiz az emas.
Bu japalarimizni Allah qabul qilsin. To'lagan bedellarimizning neticasini Allah pat ko'rsatdi, texmi yaxshi qo'lga keltirishni nasib qilsin. Endi asosan bugungi temamizning maqsadi shu, yoshlarga nisbatan bir aktiv energiya berish, zodi mushu o'qiyotgan, o'qish bitgan mushu yoshlarimizninki qaysi qadam bosqichni bosish kerak degan temalarda bo'lganlik uchun endi asosan hammamiz gangiraydi ekanmiz. Mayli o'qish bitganlar bo'lsin, mayli yangidan turmush qurganlar bo'lsin, zot nima ish qilishim kerak deganga o'xshash. Endi qaraydigan bo'lsak, odam ozmi degan chaqda unchalarmi oz emas. Ammo lekin biz shuni qimmatga aylantira olgan vaqtimizda buning texmo yaxshi bir natijalarni qo'lga keltira olay ekanmiz. Endi 8 yillik bu jarayonlardan nurg'un o'quvchilarimiz keldi, nurg'un jafo mushaqqatlarni boshdan kechirdik. Endi buni tafsiliy deb o'ltamsaqmi, buning hammasi to'langan bedellardan bo'ldi. Shunda bo'lgandan keyin shaxsan men hozirgacha bo'lganlikda 10 necha soat dars o'taman. Uningdan boshqa bizning boshqa o'qituvchilarimiz bor, ularni xizmat qildi. Ya'ni shaxsan men bu ishning beshi deb ularni ishga buyurib qo'yib turib, o'zim bu yerda cho'gilab, sayohat qilib, o'ynab degandek emas. Shu biz bilan birlikda xizmat qilayotgan shu xizmatdoshlarimiz birasi ishlasa, men ikkisi jafo tortish bedeliga shunday qadam bosqichlarini bosdik. Oxirida bir qanchalig'an natijalarni qo'lga keltirdik. Hozirgacha bo'lgan oraliqda shu 8 yil jarayonida 13 parchaga yaqin kitob materiallarini tuzdik. Bularning hammasi 10 necha soat kunduz kunlari dars o'tgan bo'lsa, kechalari to'xtamay kitob yozish bilan, shu kitob tuzish xizmatlarini qilish bilan, kechini kunduzga ulash bilan bo'lgan bo'ldi. Endi yoshlarningki hozir ba'zilarininki zot nima ish qilishim kerak deb o'ylab o'zini bir tijoratga urib boqadi ekan. Ba'zilari bo'lsa jamiyatda qaysi bir yaxshi nima bo'lsa, shuni qilib boqadi ekan, masalan, meni qilib boqaymi yo deydi ekan. Ammo lekin men o'ylayman, yoshlar oldi bilan ish tanlamaslik kerak. O'zini bir jo'shqi bir tishiniq turish kerak. Endi men Turkiyaga yangi kelgan vaqtimda yo turkcha bilmaydim, yoki tanishlarim yo'qdi, yoki tuqqanlarimiz yo'qdi. Shunday vaqtlarning o'zida nima ish qilishimni bilolmay, qarish olsimi qilay deb hatto qurilishda ishlagan vaqtlarimiz bo'ldi. Shunchalik jafoliq ishladik. Shu qum shig'illarning orasida shunda ishlab ketdik. Necha qavat binolarga shunday sement chiqib, shig'il to'shib degandek jiq jafolarni tatgan bo'ldik. Shunda bo'lsa-mu men dastlabda bir turkcha o'rganib o'qish bo'lgan oraliqda o'zimninki hozirgi mushu davlatda bizningki layoqatlik bir tayyorlashga tegishli bir salohiyatni hozirlab qo'yuvchi bo'lgan oraliqda men ishlagan bo'ldim. Nurg'un jafo mushaqqatni tortdik. Shu vaqtda men bilan ishlagan vaqtida mendan boshqa hech qanday Uyg'ur bolalar yo'qdi u jafoliq xizmatlarda. Afg'onistonlik bolalar, O'zbekistondan kelgan bolalar, afg'on, o'zbek bolalar bilan birga ishlaydik. Nima ish qiladigan chaqda shu xo'jayinmi Uyg'urlar ishlamaydi ekan, Uyg'ur bolalar bunday qilib jafoliq xizmat qilib unmaydi ekan. Bu deb turib oldi. Endi hozir musha kelgan chaqda qarab baqsaq, haqiqatan yoshlarimiz ichida kichkishni yaratmaydigan, cho'ng ishqin qurbati yetmaydigan degandek shaklda bo'lib, beka yurib qolgan atrofdagi qarindoshlarimiz bakchiq ekan. Shunlashqa mening tavsiyam bo'lib qolsam, bir odamning o'zini o'zgartirishga 6 oy yetadi deb o'ylayman. Agar yetmasa 1 yil yetadi. Agar 1 yilmi yetmasa bu odamga o'zini o'zgartirishga umri yetmaydi. Bu odam o'zgarmaydigan bir odam deyishga bo'ldi. Shunlashqa o'g'il bolaning beshiga nurg'un kunlar kelishi mumkin. Biz har vaqt har xil salohiyatlar bilan jamiyatlarda yashab qilishimiz mumkin. Biz vatanda boy-boy yashagan bo'layli, nurg'un boyning bolasi bo'layli, nurg'un iqtisodi bor bo'lgan kishilarningki urug' tuqqanlardan bo'layli, ammo lekin bu ana ko'migan, dada ko'migan bu yerga kelgan chaqda oxirgi hisobda biz hammani noldan boshlashga to'g'ri keldi ekan. Shunda bo'lgandan keyin biz oldi bilan eng muhimi bizda qo'rqmas bir iroda, g'ayrat, shijoat, har qanday jafo bo'lsa-mu olg'a intiladigan bir ruhlan bo'ldi ekan, cho'qib hamma ishni qila oladi ekanmiz. Shunga ikkinchi birisi yoshlarga nisbatan mening yana bir deydigan gapim, hozirning o'zida ya'ni iliqi qandoq qilsam, nima qilsam bo'la deb kallasi har tarafdan o'zini o'ylanib, oxirgi hisobda qaysi kishi nimani yaxshi deb qarasa, shu ishni birdan qilib boqadigan bu ahvollar nihoyatda bek ig'ir ekan. Shunday bo'lgandan keyin hozir qandoqla kasb bo'lsa bo'laverdi.
eng muhimi sizning shu ishga ko'nglingizni beramsiz yo'qmi degandik. Biz biladigan bu 8 yil ichida kam deganda 18 qitim kesib almashtirib bo'lgan odamni, 20 qitim kesib almashtirib bo'lgan odamni bilishimiz mumkin. Nurg'un. Bu yil qarasanglar bir ish qilib yurgan, yana bir yil qarasang yana bir ish qilib yurgan. Birdan bu yerda, birdan u yerda tug'an ahvolotlar nihoyatda ko'p. Bunda bo'lgan vaqtida yoshlar o'tirsida muvaffaqiyat qozonish nimasi bo'lmaydi. Ikkinchi birisi, üçüncü birisi yoshlarning ichidagi mushu pul tepish bilan egilik tiklashni o'xshash bir o'rin qo'yib olmasligini umid qilaman. Ya'ni bir odamningki pul tepdi, boy bo'libdi, millioner bo'libdi. Uni biz boy bo'ldi, pul topdi deymiz. Ammo egilik tiklash, marka yaratish, korxonlashtirish bu ayrim bir narsa. Shunday bo'lgandan keyin qarindoshlarimizning ichida nima ish qilsa, shu kasbga oldi bilan sevgisini, mehr muhabbatini bersa, undan keyin Turkiyada kasbiy maktablarni bak chiqqan. Shunda qanday bir kasblarda o'qimoqchi bo'lsa, shu yerda bir o'qib, uning bir diplomlarini olib, sal bir universal sapani yetishtirib chiqqandan keyin oxirgi hisobda shuni taraqqiy qildirish, zamonga munosib bo'lgan holatdagi taraqqiyot qadamlarini besish orqali buni taraqqiy qildirish uchun kuchini umid qilaman. Eng muhimi g'ayrat qilsak, tirishsak, cho'qim natija qozona olamiz. Garchi biz bu natija qozonganlar, muvaffaqiyat qozonganlar qatorida bo'lmasakmi, bir tirishayotgan, izlanayotgan yoshlarning ichida birisi. Inshaalloh, mushu izlanishlarimiz bilan buningdan keyingi qadamlarimizda yaxshi natijalarni qo'lga keltira olamiz. Xalqimiz uchun texmo yaxshi xizmatlarni qila olamiz deb o'ylayman. Shaxsan men 5 soatga yaqin uxlab boqmoqlim yillar bo'lib ketdi. Mayli shanba kuni, yakshanba kuni bo'lishdan qat'iy nazar, normalda kech soat 2-3 largacha davomli kitob yozish yoki bo'lmasa shu o'zimizni qilayotgan xizmatiningki oxirini qanday davomlashtirish deganga o'xshash mushundaq bir ahvolotlarda kuchaymiz. Endi Allah riyodan saqlasin, endi qandaqdir bu o'zimizni ko'rsatib qo'yish uchun deyilayotgan gap emas. Demakki, bir narsa muvaffaqiyat qozonildi, bir narsa yaxshi bo'ldi deyilsa, uning keynida kishilar ko'migan nurg'un badallar, nurg'un jafolar bo'ldi ekan. Shunglashqa Hira bugun mushaga kelgan bo'lsa, men va Hiradagi xizmatchilarninki, qarindoshlarimizninki kechini kunduzga, kunduzni kechiga ulab turib xizmat qilgan, tatgan jafolari, badallaridan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi. Normalda alayda bir ahvol bo'lmasa, atdiganda izlab kelsanglar meni darsda ko'rsatdi, kechdim shu. Yine hisobda atdigan soat 7 dan kech soat 10 gacha bizning muqim darslarimiz bor. Undan boshqa yana kechalari to'xtamay izlanib o'rganayotgan, o'zimizningki qilayotgan xizmatlar bor. Yoshlarga deydiganimiz eng muhimi tirishaylik, g'ayrat qilaylik. Tirishsak, Allohdan tilasak, cho'qim natijani qo'lga keltira olamiz. Biz bek az odamlarni layoqatli odam to'piga aylantiraylik demoqchi inshaalloh. Allah razı olsun. Deganlar gayet o'rinliq ko'ngillardan shu o'zining hayotini o'zgartirish uchun bir mezgil bedel to'layolmagan insonlar bir umr bedel to'laydi deydi. Haqiqatan siz degandek 6 oy 1 yilgacha o'zining turmushini o'zgartirish uchun ma'lum bir hunar kasb yoki bir narsa o'rganib yoki bir ishga bedel to'layolmasa hayoti bo'yicha qora ishda ishlab yoki tomoq to'shib degandek o'tib ketgan ekan. To'g'ri. Sizningki endi yaxshi tushuntirib berdingiz yuqorida marka yaratish, egilik tiklash degan ayrim ish, pul tepish degan ayrim ish deb. Hira hisobda Sharq Turkiston orasida bir marka yaratdi desak bo'ldi. Bu jarayonda sizningki eng dastlabda masalan qanchalik bir iqtisod bilan boshlagan, haqiqatan yetarli bir iqtisodingiz bormi yoki sizga bir sponsor qo'llab oylig'ingizga mancha pul beray, mana shuni qiling deganlar bo'ldimi degandek. Bu bek muhim bo'lgan bir ish. Chunki nurg'un yoshlarimiz bir ish qilmoqchi. Ularning yaxshi bir qadam bosqichlarini bosqichi bor. Ammo lekin keyingi vaqt o'ziningki taraddud qilmoqchi bo'lsa-mu, qadam bosmoqchi bo'lsa-mu, bu ishlarni qilib bo'lmaydigan. Chunki mana buncha pul ketadi, men bunda o'ylagan bilan bu mumkin emas deb turib bunday bir qaraydigan ishlar bor. Albatta bu pul bek muhim ish. Endi bir ish qilish uchun yetarli darajada iqtisod va iqtisodiy manba bo'lmagan ahvolda bu ishlarni ro'yobga chiqarish bek tez bo'ladi. Endi yaqin biz dastlabki boshlagan vaqtlarda buningda shu biz shu o'qitayotgan darsxonani boshqalarniki shu ta'minlab berish bilan davom qilgan. Keyingi vaqtlarimizda biz buni texmo qadam bosqichlarimizda bosdik. Anandan keyin bir iqtisodiy qimmat yaratish uchun tirishgan bo'ldik. Endi bizning o'quvchi orqali qanday iqtisodiy qadam qimmat yarata olasiz degan chog'da biz buni axloq shaklda qilgan bo'ldik.
Shunday qilish orqali o'zini o'zi aylantira oladigan bir shakl barpo bo'lgan bo'ldi. Shu qadam bosqichlarimizni bosdik. Undan keyin nurg'un mau ishga nisbatan munchilik pul ketadi degan ishlarni cho'ng ishni kichiklatib kichik ishni yo'q qilib degandek nurg'un jihatlarda buni shu o'zimizningki tirishchanlikqa qadam mushu nimalarga tayinib turib oz mablag' bilan ko'p natija qozonish qadamlarini bosgan bo'ldik. Masalan shaxsan degan vaqtida nurg'un biz 13 parcha kitobni hozirgacha bo'lganlikda biz nashr qilgan bo'ldik. Endi men bu ishni 13 parcha bir kitobni tayyorlash uchun qanchalik bo'ldi desak, endi buning uchun ne chiqatim yig'in ichib, ne chiqatim maslahatlashsak, buning xilji mablag' ketadigan ishlar. Unda bo'lgandan keyin bu yerdagi ish nima desak, men mushu kitoblarni yozish jarayonida bir tiyin buning uchun qalam haqi yoki u degan narsani talab qilmadim. Bizningki mushu kitoblarni besish jarayonida bosgan, loyilagan qarindoshlarimiz bir tiyin pul olmagan bo'ldi. Oxirgi hisobda biz bu kitobni tayyorlagandan keyin minglarcha, 2000larcha bosmasdan bolalarga soniga muvofiq holatda biz tarqatgan bo'ldik. Shunda bo'lgan vaqtida demakki ojiq pul ketadigan ishlarni kichiklatdik. Hamda yana shaxsan ikkinchi birisi nima desak, biz koronavirusni oldida studiya qurgan bo'ldik. Studiyada qarindoshlarimiz ovoz berdi. Buningdagi maqsad nima deganda, shu turkchilashib ketayotgan bolalarimizningki Uyg'ur ona tilini yaxshilash uchun Uyg'urcha karton filmlarni ishlab chiqarib, bularningki tilni yaxshilashga foydasi bo'lsin ekan degan maqsadda shunday qilgan bo'ldik. Buningda endi mundachi degan vaqtida agar bundoq bir kartonni tarjima qilish, ovoz berish, montaj qilish, buni chiqarish deydigan ishlar bo'lib qolsa, biz yana nurg'un pul ketadigan bir ishlarni o'ylaymiz, chunki pul ketadi bu ishlar. Lekin mushu jarayonlarda bizningki ba'zi fidoyi o'quvchilarimiz men tarjima qilay dedi. Menmi kechilab tarjima qildim. Bizni o'qituvchilar tarjima qildi. Degandek mushundoq bo'lish jarayonida hisobda buning tarjimasi bir tiyin pul chiqim qilinmasdan bitgan bo'ldi. Biz 80 qismga yaqin karton tarjima qildik Uyg'urcha. Haqsiz xizmatlar. Undan keyin buningga ovoz berish masalasi kelgan chog'da hamda bu chet elda kasbiy xodimlar az bo'lgancha hamda qanday qilamiz deb qildik. Oxiri yana shu yana turib yana o'zimiz chiqishga majbur bo'ldik. Oxiri shu ovoz berib mashq qildik. Shanba yakshanba kunlari haftada 5 kun ishlasak, shanba yakshanba kunlari shuni bir ovoz berib mashq qilgan bo'ldik. Qamlashdi deyishib shu shaklda qildik. Oxiri xalqning qo'llashiga erishdi, olqishga erishdi. Shuning bilan buni ovoz bergan qarindoshlarimizmi bir tiyin pul talab qildi. Endi shuning bilan men buningdan ta'sirlandim. Biz cho'ng bir ish qilib ketgan ishimiz yo'q. Ammo buningdan bir oz qanoat his qilsak, qo'shalliq topsak, millatimiz uchun bir ozg'ina bo'lsa foydasi yetadi ekan deyilib qolsa, yana chiqishlar ro'yobga chiqadi ekan. Oxirgi hisobda hozirmi qarindoshlarimizni orasida shunday karton filmlarni ishlasang bo'ladi. Bolalarimiz to'la ko'rib, yodlab ketdi kartonlar. Oxiri nima ishlamaysizlar deganga o'xshash shunday so'zlarni anglagan chog'imizda shu tatgan jafolarimizni adoq chiqib qoldi. Endi bu biz qilayotgan ishlarningki shu bir misol shaklidagi bir qancha turi. Shunga o'xshagan nurg'un maoshga munchalik mablag' ketami degan ishlarni yenimizdan chiqarib, maoshga munchalar bir ish bo'lib ketami degan ishlarga nisbatan yanala o'zimizningki fidoyilik bilan qilgandan keyin oxirida yaxshi bir ishni niyat qilsa, uning natijasi yaxshi bo'ladi ekan. Va uningdanmi biz o'ylagandanmi cho'ng bir natijalar chiqadi. Shunglashqa yana ta'kidlaydiganim, biz alayda cho'ng bir ish qilib ketmadik. Ammo qila oladigan ishimizni qildik. Mening qarindoshlardan ta'kidlaydiganim bek cho'ng ish emas. Qila oladigan ishni qilish. Qila oladigan ishga nisbatan azroq bo'lsin kuchab qo'ysa, inshaalloh biz o'ylamagan natijalar qo'lga kelishi mumkin. Hammadan qila olish mumkin. Shunglashqa qarindoshlarga o'zi qurbi yetadiganlik ish bo'lsa, cho'qim qilib biqishni, har vaqt tirishishni tavsiya qilaman. Siz shu Hira maktabini qurgandan boshlab hozirga qadar o'zingizni pul topdim deb qaramsiz shu ishdan? Endi nima deymiz endi? Pul topdim deb qaramsiz emas, biz pul tepishni o'ylasak bu ishni qilmaymiz. Bu birinchi savolning shakli shu. Chunki bundaq deyish orqali men bir oliyjanob bo'lib olish emas. Qattiq hamda o'zimni men shundoq millatga bag'ishladim degan bir ongni kishilarga singdirish emas maqsad. Pul tepish desak, pul degani topqil bo'ldi.
hech kim taladi qilib non tiliga aytishiyor. Hammadan pul tepiyotidi, jannatda qilyotidi, oilasini qamdayotidi deganga o'xshash. Endi pul tepishda, endi Alloh bermasa amal yo'q, ammo pul tepishda mushu biz kuchugandek, japa tatqandek, mushunda bedel to'lasak, xili jiq pul topa olishimiz mumkin Xudoyim bersa. Shunlashqa bu ma'rif sohasida boshqa bizni atrofimizda qilayotgan qarindoshlarimiz bor va boshqa bu pul tepish degan narsa u asosan mumkin bo'lmaydigan bir ish. Ya'ni o'zini davom Qalin chiqarib turgan gapda qal. Lekin pul tepishni o'ylasang, bu ishni qilma. Bu ishni qildi ekansa, pulni kallan kirgizmayman demakchi bu yerda. Shunlashqa bu yerdagi muhim bo'lgan ishlarning birisi shu. Pulni agar mushu ma'rif sepida tatqan bedellini, to'lagan bedellarni to'lasa, tatqan jafolarni tatsa, boshqa sohalarda muvaffaqiyat qozongan bo'lishga tamoman mening ko'zim yetadi. Shunlashqa bu taraflarga kelgan chog'da mushtarak o'ylash kerak. To'g'ri. Men 5-6 yil bo'ldi mana tashviqot xizmatini xolis shaklda qilyapman. Bizning keyin biz boshlagandan keyin nurg'un kishilar tashviqot xizmatlarini pul tepish uchun qilib boqdi. 1 oy, 5 oy degandek. Qilamadi. Ya'ni mayli shu vatan uchun, millat uchun xizmat qilish tashviqot ishi bo'lsin, ma'rif ishi bo'lsin. Agarda pul topqilib bo'lgan bo'lsa, bizdan jiqaroq taraqqiy qilib turgan, jiq pul tepib ketilgan, bizning usta tashviqotchi, bizning usta doktor professorlar ko'pdi yani. To'g'ri. Bu masalaga masalan siz uchrab baqdingizmi? Bu masalan shunda gap so'zliga siz qanday muomala qilasiz masalan? Bu bo'lmagan bo'lsa-mu garchi? Endi asosan bu to'g'riliq men demaydigan, lekin bu so'rilib qoldi. Lekin hisobda ba'zida bizni sizlar boyulab ketdinglar. Bu sizga yordam kelgan, u bu deganga o'xshash bir gaplar buni aytib deyiladi. Ammo bu temadan aytgan vaqtida endi bu qarindoshlarimiz bek bir ko'ngil bo'lib degiz kelamdi bu ishlarga nisbatan. Shu pul topqilib bo'ldi deb qaralsa va yoki shundan deb o'ylasam, men shu qarindoshlarimga maktabni mushbet o'tkazib beraman. Shu tepib, qanchalik tepib olsa, topsa bo'laverdi. Va uningdan boshqa u yerdan pul keldi, bu yerdan pul keldi deydigan bunda bir gap so'zlarni jiq bo'ldi ekan. Garchi biz to'g'riliq qo'nchilar jiq gap yo'q, ammo lekin Qur'on kurslariga pul berdi ekan, xalqlar Qur'on yana hisobda o'qitish o'rinlariga bunda pul keldi ekan u bo'ldi. Hamda shaxsan men buni bilmayman. Hozircha 8 yillik hayotimda bu taraflarni men ko'rib boqmadim. Bu narsani aniq bo'lish kerak. Agar mush ikra orqali menga 5 ko'y pul bergan bo'lsa, deb masalan bu falanchani mush pul bergan deb mendan hisobotni asib bo'ldi. Hamda bizga yordam qilmadi emas. Kishilarimiz yordam qilgan kishilarimiz bor. Uningdan boshqa bu yerda falani bunga yordam qilyapti, to'xtamay bunda deydigan narsa mavjud emas. Yana o yordamni epesaq yana nurg'onlar ko'p turib tushunish mumkin. Biz ekrandan burun zaten jiq fikrlashganligini yaxshi bilaman. Jiq o'zingizga tutgan jafolarini, masalalarini shaxsiy fikrlashgan chog'da bizga deb bersangiz-mi? Ekran oldida so'zlab yurishni yoqtirmaysiz. Bu yordam desa masalan qancha yordam berganligini bizning xabarimiz bor zaten. Ko'pincha o'zingizdanki shaxsiy tirishchilik boshqa jihatlardan kelgan bo'lsa, bu bir atal mashina masalan kiyim tikish mashinasi to'g'riliq bir e'lon chiqqanda bir atal mashina apirish yoki bir atal kompyuter apirish degandek ishlar bo'lsa-mu, Uyg'ur qarindoshlarimizdanki baylarimizdan bo'lsin. Masalan, o'tganlarda bir haj faoliyati ilib berildi. Uningga necha 100 ming lira, hatta millionga yaqin ketdi, ammo ma'rif sohasiga unda millionlab hajaydigan yoki rasmiy soldigan odamni, men mukammal Hironing ahvolida masalan shuncha kichik bir yerdan necha xil foydalanib millatga bir yoqdan ko'chik o'gitib, bir yoqdan til o'gitib, bir yoqdan kompyuter o'gitib, yani normalda kichik odamni qilib bo'lmaydigan ishlar bo'lyapti-da, endi kichkin bir yerdan. Agar haqiqatan bir mana bir rasmiy silingan bo'lgan bo'lsa, uni necha qavatlik binodan ilib qilatdingiz amaliyotda. Shu to'g'ri hamda bu yerdagi muhim bo'lgan narsalarda biz deganimda ba'zi qarindoshlarimiz mana bir o'quvchilarga berib qo'ysalar, mana bo'lsin deb ozroq yordam bo'lsin deb ozgina bo'lsin yordam qilgan taraflar yo'q emas. Hamda bu yilda oyda bir qatim yordam qilish bilan bir maktabni mag'lub bo'lmaydi. Bu narsa aniq bo'lishi kerak. Shunlashqa bu taraflarga kelgan chog'da aniq bilinish kerak bo'lgan bir ahvol shu. Ondan keyin hozirgacha bo'lgan oraliqda
biz mushu atiyazda mashina setib oldiganlik to'g'riliq bir narsa e'lon chiqargan bo'ldik. Ammo bekla izzat atgan tarafimiz bir madamniki bizga nisbatan nima ish bo'ldi demaganligi bek afsuslanarli bo'ldi. Yani bu şu özünün iqtisadını şu ayollarımızınki, analarımızınki yani bir egesi bolmagan yoki bo'lmasa iqtisoddan qamdash imkoni bo'lmagan onalarimizga tikkichlik o'gitish uchun bir mashina safarbarlik mashina ilib shular o'gitayli. Ha, shuninglar biz ashundoq bir nima qildik. Endi bu har qanday odam anglasa yaxshi bir ahvolda. Har qanday odam anglasa yaxshi bir ishda. Chunki biz boshqa ishni maqsad qilganimiz yo'q. Balki biz mashinani birini olsa, uniga bir hunar o'gitib qo'ysak, kishilarga biliq bergandan biliq tutishni o'gitib qo'ylar. Shu orqali kasb o'rganib, undan keyin hunarni joriy qildirib, shu orqali jinda baxsin degan hech kim muhtoj bo'lmaydi-da. Shunday bo'lgandan keyin u mashina ba'zi bizning bechapimizni yoki ko'ngligimizni tikib bermaydi. Şu qarindoshlarimiz o'zga yetadi. Ammo lekin hech qanday bir atrofimizdan bir nim bo'lmaganligi, hech bo'lmasa nim bo'ldi degandek bir gaplarni kelmaganligi bizni bek afsuslantirdi. Endi bundachi deganda izzat atdik biz. Bir chaqiriq qilishardi. Shundan tug'an vaqtida bir haftadan keyin bir xonim 1000 lira ko'tarib ketdi. Allah razı olsun maşallah. Endi nayt bek xo'sh oldik. Endi 1000 lira ham hech nima qarindoshlarimiz tarafidan deyilmagan qaraganda bir yaxshi ahvol. Alloh shukr dedik. Anadaki oxiri qarab biqib biz mashinadan konu mashinani setib etib, yangi mashina alaylar deb tursak, bizda bor yo'q rasmiy shu 10-11 mashina vardı. Shuning bilan bu mashina sotilgan odamni aytsak, 9 mashinaga bir mashina bitish berma, ya'ni bir yangi mashina berma, 9 tal konu mashinani qoldi. Oxiri amal yo'q, yalvarib yurib 9 mashinani bir mashinaga tegishdik. Qog'iniga yenimizdan chiqirib oldik. Shunda tug'a vaqtimizda mashinalarni ap bo'lgandan keyin yana bir qarindishimiz men apirayda bir nechta mashina bergan bo'ldi. Qarindishimizdan Alloh razı olsun. Manda jirga vaqtida bizning shu chaqiriqimizni 5000 dan ortiq odam ko'ribdi. Mening hech qanday bir qaqshaydigan, batnaydigan haqqim yo'q. Haqqimiz yo'q hali. Lekin qarindoshlarimiz işte bir to'kidigancha bor deb o'ylab qolmasin degan maqsadda bu gap deyildi. Bugungi programmamiz mushagich bo'ldi. Inshaalloh nurg'un foydali mazmunlar bo'ldi deb qarayman. Ko'rishgacha bo'lgaysizlar. Allohga omonat.